Ruhiy bemor o'zini o'ldirish maqsadida qo'liga pichoq olib ko'kragiga sanchaman degan paytida shiftda bir yorqin yuzli, unga qarab jilmayib turgan bir oppoq bir narsani ko'rgan. Qo'lidan quvvati ketib, butun tanasidan quvvati ketib, pichoqni tashlab yuborgan. Bemor aytayapti, men o'zi farishtani ko'rmaganman, lekin men o'ylayapmanki, o'sha farishta bo'lsa kerak deb o'ylayapman deydi. Bu birinchi martasi bo'lgan. Ikkinchi martasida bemor oksus ichib o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan. Yana o'sha tasvir ko'zini oldiga kelgan. Uchinchi martasida bemor o'zini osmoqchi bo'lgan. Yana o'sha tasvir ko'zi oldiga kelgan. Har safar shu o'zini joniga qasd qilgan paytida shu tasvir ko'zi oldiga kelaverib, tanasidan quvvati ketib qolishni boshlagan va qo'lidagi o'sha ushlab turgan narsasi tushib ketavergan. Yoki bo'lmasam shu jarayonni amalga oshirishga quvvati yetmay qolgan. Hozir bemor juda chuqur depressiyada va hamda vasvasa g'oyalar uni bezovta qilmoqda. Bemorda depressiv paranoid sindrom ketyapti. Hozir bemor davolanish uchun mana bizni ko'rigimizga keldi. Men undan so'rayapman, o'zi aslida bunday bemorlarni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizish kerak. Men so'rayapman, hozir yana o'zingizni o'ldirish niyatingiz bormi desam, o'zimni o'ldirish niyatim bor, lekin o'zimni tiyib turibman. Mana shu niyatdan qutulish uchun ham sizning oldingizga keldim deyapti.